Allah subhanahu ve taala bu kainatta her narsani etrafımızdaki olsun, cisimimizdeki bütün narsani bir qonuniyat, nizam üstüge qurganligini bilamiz. Hiçbir narsa qalaymaqanchilik, mandaqla bo'lib qolgan ish yo'q hamda. Albatta, bizdek bir ishg'oliyat aslida bugungi inson ko'migan barliq vahshiyliklarni boshdan kechirayotgan, qutulish uchun tirmashayotgan bir millat nomi, mayli ichimizdagi masalalar bo'lsin, mayli har qanday masalada o'zimizni isloh qilish, yangidan dast turishimiz uchun nurg'un qonuniyat, Allohning bu koinotga qo'ygan qonuniyatlarini tushunishimiz kerak bo'lganligi uchun buni inshaalloh tafsili to'xtalishga, balkim bugungi bir soatda bu bir bölümde tugamasligi mumkin, bu tema tugamasa oldimizdagi bir qancha bölümde biraz tafsili to'xtalishga tirishimiz. Unda bo'lsa ustoz bevosita boshlab ketsak suhbatimizni. Oldi bilan shu islohotning qonuniyatlarini bilish nima uchun muhim degan savoldan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua selamlar olsun. Hayatlıkta, cemiyette, yani tarih qarsak mı? Cemiyet yüz beriyotgan ishlarni, voqealarni yoki hodisalarni kontrol qilib turadigan, uning sabab natij qonuniyatlari bo'yicha ta'sir ko'rsatadigan bir bo'lik qonuniyatlar bor. Bu Allohninki bu dunyoda o'rnashtirgan qonuniyat. Bu qonuniyatlarni yaxshi tushungan, uningdan yaxshi foydalana olgan kishilar turmushining qaysi sohasida bo'lib qolsin ustunlikka erisha oladi va natija qozona oladi. Bu qonuniyatlar shaxsiga uyg'un keldi, ham kollektivga, jamiyatga uyg'un keldi. Masalan, bir jamiyatni, bir millatni misol olaylik. Xo'sh. Alloh yaratgan bu islohot qonuniyatlarga asosan qaraydigan bo'lsa, bir jamiyatni yetaklash mas'uliyati, bir millatni yetaklab menish majburiyati, jamiyat qanday quriladi, qanday qurilmaydi. Jamiyat qanday qiyganchalik gulladi, qanday qiyganchalik orqaga chiqadi. Davlat qanday qiyganchalik futurab turadi, qanday qiygan vaqtida yemiriladi degan qo'shiq bu qonuniyatlarni tushunadigan va buni tatbiqlay oladigan, bu qonuniyatlardan unumli foydalana oladigan olimlarning qo'lida bo'lsa. Xo'sh. Jamiyatni yetaklash, millatni boshlash olimlarning, haqiqiy olimlarningki qo'lida bo'lib qolsa, Xo'sh. u vaqtida bu jamiyat olimlarningki sog'lom ideyasi va to'g'ri qimmat qarashni tashabbus qilish natijasida olib qarab ma'laydi. Unum qazanishga qarab ma'laydi. Mahkum altida qiyinchilik altida bo'lgan bo'lsa, o'rnidan turib uyg'ona oladi. Davlat bo'lgan bo'lsa, taraqqiyotga qadam basa oladi. Endi bu jamiyatni yoki millatni yetaklash mas'uliyati kishilarning hissiyoti bilan o'ynasha oladigan yoki bo'lmasa kishilarning quruq xiyol, orzu, armonlar bilan boplay oladigan voizlarning qo'lida bo'lib qolsa, qanday natija kelib chiqadi? Millatni yetaklash mas'uliyati kishilarning hissiyoti bilan o'ynasha oladigan yoki ular quruq ishga oshmaydigan, amalga oshmaydigan, sabab natija uyg'un bo'lmaganligi uchun quruq orzu, armonlar imizga solgan voizlarning qo'lida bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Yoki bo'lmay qolsa ideyasi sog'lom bo'lmagan, qahramon atalgan, botur atalgan, tarixda undan bunda atalgan bu shaxslarning qo'lida bo'lib qolsa, bu jamiyatning ahvoli nima bo'ladi? Bu millatning ahvoli nima bo'ladi? Albatta, mag'lubiyatlar oxirlashadi. Demak, jamiyatning yetakchiligi qonuniyatni bilmaydigan voizlarningki qo'lga tushib qolsa yoki ideyasi sog'lom bo'lmagan zuvandarazlarning qo'lga tushib qolsa, bu millatning, bu jamiyatningki ahvoli mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Demak, bu yerda din bo'lsin, yoki vatan masalasi bo'lsin, yoki davlat masalasi bo'lsin, yoki dunyoning qaysi ishlari bo'lib qolsin, buningdagi yetakchilik markazi fikriy jihatdan, ideviy jihatdan yuzlantirishdan iborat bir yetakchilik markazi aqlliq, zirik bo'lgan Xo'sh. olimlarning qo'lida bo'lsa,
Cemiyet qanday raqobat duch kelyapti, qanday qiyinchilik duch kelyapti, bu millatning kesili nima, bu millatning illati nima, buningki hal qilish chorasi nima degan buni anqira oladigan olimlarning qo'lida bo'lsa, hamda sog'lom, to'g'ri qaror ola oladigan shuro bilan, kengash bilan, o'rtaq holatda kengash bilan qaror ola oladigan olimlarning qo'lida bo'lib qolsa, bu jamiyat har qanday sharoit bo'lib qolsa o'rnidan dast turadi. Olib qarab, xo'sh. gullanishga mamad. Endi bu jamiyat shaxsiy manfaatini o'ylaydigan. Shaxsiy manfaatini, ommaviy manfaatninki yoki jamiyat millatning manfaatini ustun qo'yib oldigan bir qism mustabidlarning qo'liga tushib qolsa, bir qism buzg'unchi shaxsiyatlarning qo'liga tushib qolsa, bir qism fikri mustabidlarning qo'liga tushib qolsa qanday bo'ladi? Yoki o'may qolib qolsa, millatning kimligi rioya qilmaydigan, millatning qimmat qarashini e'tiborga olmaydigan, ideyasi buzuq, sapasizlarning qo'liga tushib qolsa qanday bo'ladi? Yoki bo'lmagan bo'lsa, bugun kunlikda istixborot ishlagan bo'lishi mumkin, yoki soqchi idorasi ishlagan bo'lishi mumkin, yoki biz bilmaydigan bir yerda ishlagan bo'lishi mumkin, ammo apandim nomi bilan, hurmat nomi bilan to'rcho'lpanlarga aylanib jamiyatni xuddi yuzlantirayotgandek, o'zida qozilik, muftiylik o'rniga chiqarib olgan odamlarning qo'liga qapqas bu millatning ahvoli nima bo'ladi? Xo'sh. Yoki bo'lmagan bo'lsa, bu millatni yetaklash ishi siyosiy mavqesi yoki siyosiy pozitsiyasi aniq bo'lmagan. Ammo bir qism kishilarning nazarida qahramon deb atalgan, millatningki otasi deb atalgan, yoki millatning chungi deb atalgan odamlarningki ideyasininki ta'siriga tushib qolsa, masalan, Ahmadjon Qosimga o'xshash, Eysabekka o'xshash va shuningga o'xshash odamlarningki fikri ta'siriga tushib qolsa, bu millatningki yo'linishi, bu jamiyatning yo'linishi nega berib to'xtaydi? Demek, mushu masala nimani ko'rsatsa, islohot qonuniyati nereden başlandı? Bu nega ep bardı? Bunu qanday adam yetaklab maqsa, bu islohot jamiyatda yuz berdi? Qanday odamlar buningga aralashib olsa, bu millat yoki bu jamiyatning ahvoli orqa qarab chekinadi degan bu masalani bilish, islohotni boshlashdan ilgari intayin muhim. Bir Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini muş noktadan eskartib o'tamiz. Peygamberimiz shunday deydi. Sizlar hozir yashayotgan o'zining atrofidagi sahobalarga, sizlar hozir yashayotgan bu davrda olimlar ko'p bir zamon. Olimlar ko'p. Haqiqatni tushunadigan, islomni tushunadigan, musulmonlik qimmat qarashini tushunadigan, mas'uliyat, majburiyatni tushunadigan olimlar ko'p zamon. Vaizlar az deydi. Vaiz degan az to'lib jinasi bilib oliblar, hammaga aralashib olganini buni vaiz deymiz. Gapdallah. Gapdallah. Biraz kitap o'qigan yoki bir tarjimani o'qib bilan o'zini olim o'rniga qo'yib oldigan, muftiy o'rniga qo'yib oldigan, qozi o'rniga qo'yib oldigan jiq bu. Bu faqat bu diniy sohada emas, hamma sohada bor bugun kunlikda. Ikki maqolani, uch maqolani o'qib bilan o'zini faylasuf sanaydigan, siyosiy sanaydigan, hokim sanaydigan, muftiy sanaydigan, qozi, mahkama qurib olgan bu xil so'zlatvozlar jiq. Peygamberimiz deydi, sizlar yashayotgan bu zamonda olimlar ko'p, vaizlar az. Muş zamanda bilgen narsaniki 10dan bir amal qilmasa, kim? Bilgen narsa 10dan bir amal qilmasa halok bo'ladi deydi. Nima uchun? Chunki haqiqat aniq, prinsip aniq, yo'l xarit aniq. Bilinmadim, uqanmadim, bilmabdikanmiz, biz o'qibdikan deydigan hech qanday bani yo'q, hammana shunda ro'shan holatda bo'lganlik uchun. Xo'sh. İlimlik odamlar jiq bo'lganlik uchun hech kim buning bahona izlamaydiganlik uchun bilgan narsa 10dan bir amal qilmasang ziyon qarab manqining, halokat qarab manqining shu. Peygamberimiz sözünü davomlashtirib, "Vasayati alannas zaman." Bundaki shunday bir zamonlar keladi ki, u zamonda olimlar azlab ketadi. Yoki olimlar oz bo'ladi. Vaizlar ko'payadi. Maddalar, vaizlar yoki har sohada meydan chiqib olganlar ko'p. Ammo haqiqiy olimlar, haqiqiy fuqarolar, haqiqiy mutafakkirlar az. Bu zamanda olim az bo'lgan, madda vaizlar ko'p bo'lgan bu zamanda bilgan narsaning 10dan bir amal qilgan odam g'alib qilib qarab maqladi. Chunki vaizlar qalayim qal so'zlaganligi, har sohadagi vaizlar ishni egizpas qilganligi, qonuniyatni bilmaganligi, bilmaydigan sohaga aralashib millatni qaymoqtirganligi uchun
bilgan narsaga haqiqiy 10%ga amal qilgan odam to'g'ri qarab bangan bo'ladi deydi. Bu hadisni bu umumiy sohaga, islohot sohasiga, har sohaga tatbiqlashga bo'ladi. Demek ki hepimiz yığsa bu islahat kanuniyetlerini biliş, bunday işlerimizni ıslah qilish uchun, tutish uchun, taraqqiy qilish uchun, xo'rliqdan qutulish uchun, o'rnimizdan dast olish uchun, o'zimizning mas'ul ado qilish uchun intayin muhim. Bu sebepten bu kanuniyetni bilmay turib, siyaset qilamiz desek, maktab quramiz desek, tarbiya bilan shug'ullanamiz desek, yoki jihad qilamiz desek, vaqtida ish natijalik bo'lmay qoladi. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun.